Shu tovarni o'zbekcha nomi axlatchilik. Olishdan oldin surishtirish kerak. 2 barobar qimmat olib yeb yururma, pulingni bekor sovurma. Rostdan ham surishtirish kerak, chunki fakelar ham ko'payib ketyapti. Arzonchiman deb nom qo'yyapti. Pilisos LG Ellipse Cyclone sistemada 2000 watt bo'ladi. Bluetooth orqali boshqariladi. 2 million 15 ming so'm sotilayotgan pilisoslarni nech pul arzon qilib qo'yishim mumkin? 100 ming, 200 ming, 300 ming taxmin qilib turinglar. Pilisos haqiqiy xishnik, mo'shni tortadi. Seri qora va dimgire ranglar bilan kombinirovat qilingan, shunaqa kompaktniy ko'rinishda bo'ladi. Komplektida soch yig'uvchi pet brush nasatkasi, yengil teleskopichskiy trubkasi, mebel va shellarni tozalash uchun nasatkasi, yana shunaqa turbo shotkasi, garantiya taloni, shlankasi va Bluetooth orqali boshqariladigan pulti ham chiqadi. Filtrlari ham bir emas 3 ta bo'ladi. Mayda toshlargacha ushlab qoladi, changlarni o'tkazmaydi, даже allergiya ham qo'zg'atmaydi. Soni kam emas, yetarlicha, lekin odatda bunaqa pilisoslar juda ham tez tugab qoladi. Men sotuvchini nomerini Telegram kanalda qoldiraman. Shuning uchun ham Telegramga o'tib hushyor tursanglar, bemalol sotosanglar bo'ladi. Boshqa joylarda 2 million 15 ming so'm sotilayotgan shunaqa pilisoslarni faqat va faqat podpiska bosib qo'yganlar uchun yarim narx kanali. Bor yo'g'i $119 qilib beradi.